Assalomu alaykum azizlar. Men g'ozonni yoqmaslik haqida ko'p gapiraman. Hozir endi bemorimiz keldi, hojonamiz. Hojona, yo'talish nima sababdan paydo bo'ldi? Ko'chaga chiqib, ko'cha supurayotgandim. Ikki yoqdan ikkita qo'shnim g'ozon yoqishayotgan ekan. G'ozonni tutunining ichida qolib ketdim. Shu bilan kuchayib ketdi. Jon meniki bo'lmayapti. Kechasi bilan axlatchilar ham g'ozonni olmayapti. Azizlar, ko'rdinglarmi? G'ozonni yoqib avvalo o'zingizga ziyon qilyapsiz. Qolaversa atrofdagi qo'ni-qo'shni, ana shu yerdan o'tayotgan insonlarga nafasini bo'g'ib, yo'talni kuchayishiga sabab bo'lyapti. G'ozonni yoqmaslik kerak, uni ko'mish kerak. Ana shunda yerga chirindi bo'ladi, atrofga zarar keltirmaydi, foydali bo'ladi. Bu videoni boshqa guruhlarga, qarindosh guruhlarga, tanish guruhlarga jo'natib qo'yinglar. Qolganlar ham shu narsadan xabardor bo'lsin.